Qanaqa kun bo'ldi? Belim og'riyapti. Ertalabdan beri. Ana boy akamiz. Salom boy aka. Salom, Jitil, yaxshimisan? Jitilmish. Bo'lding. Qanday chiqasan? Chiqolaman. Mana yerdan chiqasan ekan. Yo'q, bu yerda yuraman ekan. Obunachilar surash chiqishim bilan cho'ta nimadir problemalar. Bo'ldi, уже mana pesok oldim. Yana senga ko'proq bloklar tashlab yubordim. Bu turatda endi yiqilib yopib qo'yaylik agar blok bo'lsa. Короче, bugun nima qilmoqchisan? Nima qilamiz bugun? Aytgancha obunachilar bilan salomlashimiz kerak, boy aka. Salomlashaveramiz. Hammaga salom obunachilar. Bugun men Januzbek Pro. Bugungi videoda esa boyda hayot olamiz, yangi do'kon. Bu esa ikkinchi qism. Salomlashib olinglar boy akam bilan. Men salomlashib oldim endi. Xullas ketdi. Короче, katta birinchi bo'lib bunaqalarimizni chopib olamiz, narsalarimizni. Огородimiz. Yes. Xo'p, meniki qani? Arindachi salom. Salom. Qachon kutib olaman pulni? Olib kelaman hali. Men hozir materialni olib hozir ketyapman. Narsalarni chopib olgandim. Qaysi biri edi meniki? Sizniki esa almazni edi. Men esa Anitga hech kim olmaslik uchun solib qo'ydim meni joyiga. Siz uyingizga solib qo'ydingizmi? Yo'q, uyimda emas, men olib oldim. Oldingizmi? Salom chetdanga oldingizdir. Mana shu yerda endi boshqatdan o'zi ekib chiqamiz baqa. Mayda bek. Endi mazza qilamanda agar yangi o'sgan огородdan hozir oldim. 43 ta semichka. Rudaga to'lib ketibdi. Masa bunkerimga solib qo'yaymi-ki? Yo'q, bunkerimni to'yib. Men undan ko'ra anu firma joyiga solib qo'yaman. Rasulum. Qayerda o'sha firma joy ayting. Oxirgi uchada bor, kichkinagina o'sha joyda. Pastda yozilganmi? Ana Selfie Pros. Matiga turadigan joyga solamanmi? Bo'ldi. Mana bunachilar shunaqa kunda, xullas. Sop qo'ysin. Mana ketyapti. Hop, arendaga pul berasizmi? Berishim kerak edi. Hop, men sendan bitta narsa sotib olgim keladi. Nima? Yedadi. Ovqatmi? Ovqat hozir. Mana hozir. Necha steyklaring turadi? Qani, men ham hali tanishmadim shu kech. Mana steyk mayda. Mana. Hozir 5 ta steyk bilan bunaqa olmalar olgim kelyapti. Masalan, steyk 101 ta. Bu esa значит steyk olgis kelsa 5 ta steyk. Bu esa shu qatadir 10 almos bo'ladi. Bo'ldi. Hozir 5 ta olaman, senga 10. Olmaysa bitta olma 3 ta olmos. Bitta olma 3 ta olmos emas. Menda to'xtab tur. 16 dan berib yuboraman ekan, voy. Hozir yana olib kelaman. 10 ta olib chiqay, o'zim bilan senda yetadi-yu. 16 ta men olma olgim. 2 ta olma olaman. 2 ta olma olaman, 16 ta yetadi. Men hozir tashlayapman. Ol. Kassamga solib turaman. Bo'ldi. Mayli, rahmat. Hozir menda uylar. Voy, senam qani? Voy, yo'q. Qanaqa sena? Men bunaqa urug'larda o'rniga bunaqa solib qo'yibman o'zini. Bunaqasini. Mana. Bular hammasini solib qo'yaveraman.
Shu yerga ketdimi? Ha, hali mana uni solish kerak. Yana shundaymi? Qachon qarasa salomlashishdan kirmaysan? Ha, uzr endi. Mer aytgancha ana boy qachon keldi? Ha, u esa kelganiga shu, sen esa hali uxlab yotganingda turmaganingda keladi. Va shu kelganiga bir hafta bo'ldi. Va shu magazinam ochilganiga ham bir hafta bo'lib qoldi-da. Xullas, men ish qilyapman, bora qol. Xo'p, bo'pti. Jitil, assalomu alaykum. Mana ikkita Bo'pti, mer. jitillaringiz nima deyapman? Короче, mana zelyalaringiz bor ekan. O'shalar necha pul turadi? Ana preguchis bilan nevidimость. Ular esa bitta pregochis bilan nima bo'ldi? Nevidimость. Nevidimiz ikkalasi esa 32 olmos bo'ladi. Mayli, hozir. Axir siz uchun skidka 16 olmos. Bo'ldi, rahmat. Hozir olib kelaman pulni. Ha, bo'ldi. Bitta suv ham sotilar ekan. Hali arendaga ham sotish kerak. Va uzr. Ha, Mana yo'q. 16 ta olamiz. Boy aka aytgancha sizni boy aka deymi yoki prosta boy deymi? Keling, ana binoga chiqib ko'raylik-chi. Как раз zo'r havo zo'r emas. Havo zo'r emas, просто chiqib ko'raylik-chi. Tepadan yomg'ir yog'ayotgan. Sekin boy aka yiqilib tushmay hali. Zo'r ekan, chiroyli ekan. Yo'q, ana chiqayotganingizda bu yerda qo'qlab turadigan reshurt yo'q ekan. Endi ishtima qilmaydi. Ichib ko'ray chizilyalarni. Jambus ichdim va Ko'rmay qoldingiz. hozir to'xta. Ana hamma qishloq ko'rinyapti. Ko'rinmay qoldim. Yer ostidan o'zimga ham ko'rinmayapman. Bu yerda o'zi ham shinasi yo'q ekan. Xo'p, bu yerda shinasi qilib bo'lmaydi ekan, o'shaning uchun. Xo'p, men men pastga sut tushyapman. olishim kerak. Sut. Kimdadir sut sotadimi? Sut yo'q-da ularda. Sut bo'lganda zo'r bo'lardi. Bekorga chiqibman, necha minut? 8 minutga ekan, mayli endi. Boy aka tanishtirib bera olasizmi yana basseyningizda? Ha, meni endi ko'rmayapsiz hozir. Siz basseynda yonida yuribsiz. Mana basseyn. Katta basseynda cho'milishingiz yoki sotib olishingiz mumkin. Sotib olish 9 stak olmos, cho'milish 1 stak turadi. Mana yerda bunaqalarim, ishlagan pullarim. Mana yerda esa o'chirmayapman. Siz esa meni qilib qo'ygansiz. Qo'lingiz bilan o'chishinadimi? Mana yerda kutib olasiz ekan. Mana yerda sotib olish, bu yerda sotib olishni xohlasangiz 5 stak cho'milish 32 olmos turadi. Mana buni sotib olish 3 stak cho'milish bu yerda tam 16 ta olmos turadi. Mana eng kichkinasi 1 stak olmos cho'milish bu bola chaqaloqlarga-da, shuning sal arzonroq turadi. Tam 8 olmos turadi agar cho'milsangiz. Короче, shunaqa mana basseynlarim bor. Orqada ham ancha katta basseyn bordir. Voy, buli. Orqada ham kattaligini. Orqada ham juda katta basseyn bor. Uni hozir unaqasini yozmayman. Tualet ham bor ekan. Agar uni sotmoqchi bo'lsangiz 15 stak olmos, cho'milish, shunda 5 stak olmos. Oddiy cho'milish. Qornim og'rib ketdi. Mana. Mana tualetimiz. Endi qornim og'rib ketdi. Xo'p, hozir kech bo'ldi, uxlab olaylikmi-kan? Bo'ldi, ana qo'limni yuboray. Bo'ldi. Mana. Bo'pti, bo'lmasa boy aka. Jitil, endi. Sani nima dey? Oddiy odam deymi, jitil deymi? Odam deymi? Odam diyor-ku. Mayli. Do'stim diyor, mendan ko'ra. Mayli, hozir yotyapman. Mana xullas. Qani chiqib
Salom bu aka ko'rinmas. Tugaydi уже невидимость. Ne sekunddan keyin. Qachon topdingiz? Mana qarang sanangizga. Uyda. Bu aka ani 2.8'da avvali o'sha qarzim. Ikkita stak beruvdim-a? Arendaga. Bo'ldi, xo'p, hozir. Hali yana 2.8'da ani arendachiga berishim kerak. Bo'ldi, rahmat. bitta. 2 stak oldingmi? 1 stak oldingizmi deb o'ylabman. Yo'q, bo'ldi, rahmat. Arendachiga ham berib qo'yaveringmisiz? Arendachiga ham berib. Mazida senga 16 almas hali qoldi ketyapti. Ketdim. Endi bunaqa zelaylar olgim kelmayapti. 8 minutlik ko'rinmaslik. 3 minutlik bor edi. Men 3 minutligini ko'rmabman-da. Undachi? Xudoga shukr, o'sha pullar topilibdi-ya. Ma xullas bo'lmasa. Ana 1 stak, 2 stak. Bo'ldi, omon bo'lgin. Xo'p, endi suvni bering. Oddiy suv. o'zim ham olaveraman. Menda ham pul bor. Oddiy suv. Menga mana ikkita nech pul? Ikkita bunaqa oddiy suv. Ikkitasi bitta olmos. Ikkitasi ikkita olmos. Bo'ldi. Ikkita olmos olib bitta maydalab bo'lmayotganda. Menda mayda yo'q, o'shancha hozir ikkita olaman. Qani men 2 ta oldim, olmasni o'rningizga to'lab beraveraman endi. Yo'q. Men ham kambag'al emasman, unchalik. Kambag'al emasman, prosta men o'zim olaverdim deyapman-da. Buni so'pay. Bo'ldi, rahmat unaqaga. Arzmaydi. Suvni ichib oldim. Xudoga shukr ko'rinmasligingiz tugadi. Tugadimi? Tugadi. Endi men sizni ko'ryapman. Bo'pti. Hozir nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib qoldi. Kecha. Aytgancha ogrodimiz o'sibdimi? Qarangchi. Meniki o'sibdimi? Yo'q. Unchalik o'smabdi. Meniki ham o'smabdi unchalik. Shunaqa qilar Nima ekan. qilmoqchi edim? Qanaqadir cho'milib ko'rasizmi basseynimda? Qani Xohlasangiz sal kichkinaroqda cho'miling. Mana unisida 3 stak olmos. Xohlasangiz prosta tekinga cho'milib. Kichkinasida ani cho'milgan kattasida. Yo'q, cho'milavering xohlaganingizda prosta. So'g'ak ekan. Nimaga tushib Sizga tekinda, endi sizga tekin. Menga yordam beryapsiz, hamma narsani ko'rsatyapsiz. So'g'ak ekan, o'zi ham qish ekanda juda sovuq bo'lyapti havo. Juda sovuq ekan. Mana qornim og'rib ketdi hozir. Kutib turibman. Mayli, короче. Qo'limni yuvib olaman keyin. Qo'limni yuvib olaman. Qani klik. Shunaqa bossang bo'ladi. Bo'ldi. Qanday boyga shuncha pul topyapti? Yana suv ichib oldim. Chanqayapman juda ko'p. Mana shu bino o'zi nimaga qilgan? Oddiy qishloqqa qarash. Men ham o'zim nima pulni qoldiribdi-da, katta qildirmabdi. Endi prosta chiroyli qishloqqa qarash uchun bunaqa qurib qo'yiladi-da endi. Shunaqa kunlar bo'ldi-da, уже shunaqa qilib bo'lmadi. Keling. Merdammi nima so'rab ko'rsam ekan. Nima deydi? Neriga biroz pul beramkan, prosta meni bunaqa qilganga uchun. O'zing demayapti. Endi Qani kirilish qilib assalomu alaykum deysimiz, o'yin chiqadi. assalomu alaykum. Xudoga shukr, salomlashib kelmoqchilar. Nima uchun keldinglar? Men sizga prosta unaqa kartami? Voy, uzr bo'ldi. Shunaqa bo'lmaydi. Sizga biroz pul bermoqchi edim. Nechimi? O'zi menga pullar kerak emas, men bo'lmayman. Qabul qilganingizga, meni mana shu yerda yashaganimga qabul qilganingizga. Bo'ldi, xohlagancha bitta yasha. Xohlasang ko'chga, xohlasang turib. Meni ishim yo'q, prosta setilib bitta yaxshi bo'lsa bo'ldi men uchun. Prosta men unaqa qildim-da.
Bo'ldi, omon bo'lgin, pullar ko'payib ketsin. Xo'p. Bo'pti bo'lmasa. Bo'pti. Bo'pti. Yaxshi qolinglar. Mayli, obunachilar video Xayrlashib olsa ham bo'ladi bu video aka. oxiriga kelyapti. Mayli, xayrlashib olaylik ekan endi. Xayrlashib olaylik. Keling. Mayli, obunachilar, hammaga xayr. Sizlar bilan bizdek Sherikboy Provus va Javlon O'zbek Pro. Bu ikkinchi qism Boyda hayoti. Javlon O'zbek Pro xayrlashib. Hammaga xayr obunachilar. Bugun men Javlon O'zbek Pro edim va uchinchi qismini hali ko'rasizlar. Hammaga xayr obunachilar. Xayr. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha ham bosib qo'yinglar agar yangi video yechsakdan sizlarga сообщение keladi, keyin ko'raverasizlar xohlaganlaringcha. Mayli. Hammaga xayr. Xayr.